Assalomu alaykum, sharqon saxovat kuzatuvchilari. Mana qurilishimizni lampalari quyilyapti. Inshaalloh. Hammomlarimiz ham pastlari quyildi. Xudo xohlasa hammomlarimizga ham to'la quyildi. Hop, pataloshniklar ham olib keldi mana. Hamma pataloylarga xomashyolar olib kelindi. Xudo xohlasa bityapti endi. Eshik derazamiz bor. Eshik derazamizni shu akfadan qiladigan bo'lyapmiz. Xudo xohlasa kim agar mas sohada bo'lsa, o'zlari o'rnatib bersa ham bo'ladi yoki hisoblab turib ustalar bor, olib kelib aytamiz. Eshik derazalar qo'yib yuborilsa, pataloylar tiklansa, Xudo xohlasa uy ancha ochiladi. Hozir eshik derazaga harakat qilamiz akalar, sog' bo'linglar. Tashqari endi yoki tunikafon yoki dekor plastik qo'yiladi. Agar bu sohadagilar bo'lsa ham berilinsa, agar ehson qilinsa, buni ham bitkazib yuboramiz. Yoki ustalarga aytamiz, ularni hisob qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Eshik derazani Xudo xohlasa hisoblab qo'yib qo'yamiz e'lonimizga.